40 gündün buyan İsrail Amerika İran'a karşı qo'zg'atgan bu şiddetli urushdan keyin hatta İran'ni butunlay yo'qotib deb Trump'ning tahdidi 48 saat bergan muhlat ki 1,5 saat qolganda 15 kunlik kelishim hosil qilib bu yerda hamda hozir ko'rishlar davom qilish uchun bu yerda bo'lgan bu taraflar yig'ildi hamda Islomobodga. İslamobodga ko'rish kelishdan burun 40 kun davomlashgan bu urush haqida albatta ilgari bilan suhbatlashdik. Siz bu urushni bunun keyinda masalan Xitoyninki orqa sepda İran'a ciddi şekilde yardım berganligi haqida nurg'un masala o'tirib qo'yilyapti. Siz bu urushdan ki hamda hozir har ikki taraf 15 kunlik kelishimda men yengdim, men uftim deyishyapti hamda. Kim yendi, kim yengildi? İrandan keyinde hakikaten Xitoy bormi? Umumiy şekilde 40 kunlik urushni bir analiz qilib baqsaq. Xo'sh, bu kim yendi, kim ufti deganni siyosiy jihatdan yoki bu harbiy jihatdan analiz qilish lozim. Xo'sh. Normalda bir jangni qilish uchun siyosiylar qaror berdi. Karkolosevsninki deyishi bilan harbiy kuch shu siyosiy kuchninki eng oxirida ishlatilgan bir kuch debchi. Ya'ni bunda degan chog'da siyosatga bog'langan bir kuch. Undaqda shu bir jangni qilish uchun bir siyosiy bir bo'lish lozim. Ya'ni siyosiy jihatda nima ish qilmoqchisan, nimaga erishmoqchi. Agarda ashunga erishgan bo'lsang, sen futib olgan bo'lasan-da. İkincisi bu jangda. Jangni o siyosiylar qilmaydi, hamda generallar qiladi, bilolmaydi. Ular shu nimani qilgan taqdirda, ya'ni nimani urib bozgan vaqtida va eng oxirida shu dushmanninki harbiy kuchini yo'qotib yoki harbiy kuchi yo'qolmagan taqdirda taslim bo'lsa, o vaqtida bu harbiy kuch qozongan bo'ladi. Hazır bu baştan ahırı qaraydigan bo'lsak, şu Trump hükümetininki siyasi nişanını pek aniq bilemedik. Çünkü xil gap qilg'achqa qaysi gap to'g'ri bo'lganligini yoki rost bo'lganligini bilemedik. Harbiy jihatdami nimani yo'qotgan vaqtida va bu nima İran'ninki harbiy kuchini yo'qotgan bo'ladi yoki abay degandek harbiy kuchi İran harbiy kuchi taslim bo'ldi. Hozirgi ahvol qarag'anlarning hech birisi amallashmadi. Xo'sh. Shuningga bu agarda futur etmagan bo'lsa, yengib olgan bo'ladi. Amerika İranni yengmagachga futur etganmi bo'ladi. Bunda bir ahvolga tushib qolgan ahvol bor. Ya'ni misolga deylik, İranning şu hakimiyetini o'zgartirganligini bo'libmi shu tuzumni yetadiganini tilga olgan va shundaqla bu tuzumninki beshidagilarning ko'pini o'ldiradi. Ama adam öldü, tuzum ölmedi. Tuzum devam qilib Demek tuzumni hal qilolmadi. Bu harbiy İran'ning harbiy kuchlari misolga başkurulan bomba, şu roketlerini yo'qotimiz dedi. Ko'rinishda 10 necha ming nishonga bombardiman qilgan bo'lsa-mu, İran'ning bu kuchini yo'qotmaganligini ko'rdik. Va shundaqla İran'ninki bu ishlab chiqarish kuchini yo'qotgani yo'q hamdi. Ama nurg'un adam o'ldi, nurg'un o'quvchi bolalar o'ldi. Bu xalqaro jiq inkoslar bo'ldi. Hazır hamda bu ikki taraf bir-birini yengolmagandan keyin hamda muzokaraga o'tish degan yerga keldi hamda. Bu harbiy strategiya jihatdan qaraydigan bo'lsak, har qanday jangni tez boshlab, tez tugutish lozim. Buni shu 2005 avval sunizmi degan, ondan keyin bu 19 yüzyılda Karl-Clausewitz degan, ondan keyin İkinci Dünya Urushi, birinchi, ikkinchi Dünya Urushi qatnashgan Angliyaninki ataqli harbiy strategiya mutaxassisi bo'lgan Liderhatmi buni degan. Ya'ni harbiy
hareketi yani bundaq bir operasyonlar yoki janglar tez başlap tez tugash bo'lmasa boshqa meselelermi o'tirib chiqdi. Yani cemiyet karakterli, siyasi meseleler, iqtisodiy meseleler nurg'un planlamagan yoki mo'ljallashda qiyin bo'lgan meselelermi chiqib qoldi. O mesele chiqqandan keyin bu jangni ojiz qilib o'tdi. Shuningga bu jangmi qachon tugaydiganligini hozir bilmaymiz. Ya'ni uzayib ketdi aslında. Bo'lmasa misoliga deylik, shu Afg'onistonga hujum qilgan chog'da 40 kishida bir davlatningki milliy armiyasini yo'qotdi. Yani shundaqli 44-45 kunning ichida Iroq harbiy milliy armiya kuchini yo'qotdi. Ama İran'ı yo'qotmadi. Demek yo'qotmaydiganligiga ishongashga yoki ko'rgashga hozir shu muzokaraga o'tgan bo'ldi. Hamda muzokarada nima chiqdi, nimaydi onu hozir bilmek biraz tez ama İran'ın taleplerini bilimiz. Yani Amerika bunundan keyin hiçbir vakitte İran hücum kılamaydı. Bunundan keyin bu Hürmüz Boğazı'na hem de bunundan keyin İran başkuruldu. İran'dan ki bu başkuruş bombaları, roketleri degan hatta bu yadro kural işlep çıkırışını Amerika to'sayamaydiganligini. Ve şundaqla İran bunundan keyin şu yıkılgan bina adamda, ölgen adamda aşınınki tazminatını, tölemini talep kıldı. Normalde bir devlet şu harbiy chetda futuratgan taqdirda to'lam to'laydi. Demek ki Amerika İran'a futuratdi degan gap. En azda İran muşuna qarayotdi. Eğer de İran'ın şu talepleri Amerika tarafından kabul kılıngan bolsa, Amerika futuratdi deb tushunsak bo'ldi. Ama bununki nurg'un meseleler var. Misaliga İran hal qilamagan bir Amerika Xitoyni qanday hal qildi? Yoki Rusyani qanday hal qildi? Bunundan keyin İran ve Rusya Amerika qarta ashundaq ensirashlar bo'lamdi, qo'rqamdi. Bu nurg'un bir meselemdi. Shuningga bu jangni yaxshi plan, en başta yaxshi planlanmaganligini ve İran'ınki bütün güçlerini inçik tadqiq qilmaganligini, analiz qilmaganligini, yalnızla ursakla tayyor bo'ludi debla yo'lga chiqqandekla ko'rinyotdi. En muhimi hamda bu siyosiyonlar bu jang qarorini olgan vaqtida, urush qarorini olgan vaqtida nəhayət aldı kendini mölçerlep siyasi təsirini, iqtisad, ticaret təsirlərini, pul muamele təsirini oylab qoyuş lazımdı. Hərbiləmə şu İran'ınki her xil hərbi gücünü mölçerlep biliş lazımdı. Bu dakika jangda bu chetdə Amerika'nınki aciz bo'lganligini ko'rdik. Demek ki her işini mutaxassislar qilish lazım. Mayli harbiy bo'lsin, mayli siyosiy bo'lsin. Xo'sh. Hakikaten deganimizdek yani Trump shuni his qildimi oxirgi kunlarda urush ministriga atib qo'yishga tirishib bir qancha qatim gaplarni qildi yani. Hakikaten deganimizdek bu İran'dan o'tirib qo'ygan 10 shartni o'qisa insonning hamda buni qabul qilsa dunyoda balki Amerikaning butun yuzi tushishi mumkin. Yani tasavvur qilsiz shartlar hamda Amerika olsa ham da bütün qorallarımda agar bu suhbatda natija chiqmasa biz yana urimiz bütün qorallarımızga yeniden askerlerimizni qorallandırıp en esli qorallar bilan tayyor turyapmiz deb Trump bir tarafdan ayada Amerikada tahdid qilib turyapti. Hem de urush boshlangandan tortib İran'da bu derecede İran'dan keyinde mayli şu qoral jihatdan bo'lsin, texnik jihatdan bo'lsin Xitoy qo'llab keldi, Xitoy yordam berdi degan masala to'xtamadi hamda hozirgacha. Bu meselemde hatta söhbetimi İran'dan keyinde Xitoy bor deb deyilyapti. Şu Xitoyning kuchi qanchalik ta'sir qildi İran'dan shundoq g'alabaga erishishiga sizcha? Xitoy haqiqatan bormi bunun keyinida? Bundan keyinki nimada hamda Xitoy rayonida bo'lsin, nimada bo'lsin, dunyoda bo'lsin, Amerikaning oldida bo'lsin qandaq bir mavqega erishishi mumkin bu suhbatdan keyin?
Jangdan keyin Xitoyning yardım yoki aralashganligini ko'rmadik. Belki maxfiy qilgan bo'lsa bilmaymiz, ammo jangdan avval buni bilamiz hamda. Xo'sh. 2021'de Xitoy bilan İran arasında bir 20-30 yıllık bir kelishim imzo qildi. Xitoy mablag' soldigan bo'ldi deb iqtisod va tijorat va neft energiya bilan munosabatli narsalarni ko'rsatdi. Halbuki mushu İran'ınki mushu roket gücünü, mushu boshqarish bombaning urush gücünü kuchlantirish uchun Xitoy bu jihatda İran'a yardım qildi. Misalga deyli, İran mushu nurg'un arab devletlerini, Suudiyni ishiga olgan taqdirda o 4-5 arab devletini hammasini urdi. Ve urgan yerine hammasini naq nishon bilan urdi. Bu boshqarilgan bomba urush uchun cho'qim bir radar sistemi ve mushu sun'iy hamrodan bir yardım qilish lazım. Misalga nurg'un devletler Amerika'nınki bu sun'iy navigasyon sistemini ishlatadi. Misalga hammamiz GPS deb qisqachani bilamiz. İran'da bunda GPS yok. Fakat İran Xitoyninki Beidou sistemini ishlatadi. Harbiy jihatdan ishlatganini demayotdi, ammo harbiy bo'lmagan tarafni da ishlatilayotganini da'volatadi. Beidou sistemi mushu GPS sistemininki bir xil. Yani Rusya'nın öz aldığı aşina bir sistem var, Xitoyning var ve Amerika'nın var. Şununla bu İran'ın mushu etrafdagi devletlerge hücum qilish jihatda nishonga shunda to'g'ri urishi bu mushu hozirgi men degan navigasyon sistemining borlig'ini ko'rsatadi. İran'da bunda bir sistem bo'lmasa, qaysi sistemni ishlatadi? İhtimal mushu Xitoyninki bu sistemni ishlatgan bo'lsa kerak, yardım olgan bo'lsa kerak. Bo'lmasa bundaq nima oson to'xtamaydi. Chunki hammamiz bilamiz, ya'ni boshqarilgan bombani uçuruş için 3 bosqichda kontrol qilish lazım. Birincisi buni ateş qilgan chog'da uchish. Ya'ni havoga qarab uçkan vaqtida, osmon qarab uçkan vaqtida buni kontrol qila olishing lazım. Ondan keyin uçup ma'lum bir egizlikda, ondan keyin bununki o nishonga qartilish lazım. Bunu bir kontrol qilish lazım. En muhim kontrol, yani ters bo'lgan kontrol, aşı uçup birib, aşı nishonga tekkizish jarayonida yana bir boshqarish lazım bunu. Bu sistem nayet murakkab bir sistem, yani nurg'un devletlerde bunda nima yo'q dexe. Bo'lmasa uçurayotgan nima bu boshqaruv qolgancha bir yerga tushib qolish mumkin. Shu. Bunga bu Xitoyninki mushu jihatda bir yordami bo'lishi mumkin. İkincisi diplomasi ve siyasi jihatdan Xitoyninki qo'llashi var. Yani İran'a hücum qilishi Amerika ve İsrailninki qilgan xatoları deb. Bunu Birleşken Devletler Teşkilatı'nın temsilcisi jiq tilga olgan. Yani İran'a tecavüz urushi deb ko'rsatgan bo'ldi. Shuningla İran'ninki Amerika'ga qarshi yoki İsrail'ga qarshi yoki Amerika'nın sherik devletleriga qarshi urushi haqliq urush bo'ldi. Yani urushda haqliq, haqsiz urush bormi? Haqliq urushi bo'ldi. Hamda haqliq urushini agarda aniqlagan taqdirda bu haqliq tarafga yordam qilishmi haqliq bo'ldi. Gerçi Xitoydagi nimada ko'rinmadi. Bu medyalarda ko'rmadik. Qanchalik jangdan keyin qanchalik yordam qilganligini. Bu diplomasi, siyasi jihatdan qo'llashdan boshqa hozir bu İslamabadda devam qilayotgan bu ko'rishish masalasida. Misaliga bu Pakistan mushu ikki tarafni yarashtirib qo'yish uchun o'tirg'i chiqqan namatla Xitoy Pakistan'ın baş ministri bu nima tashqi ishlar ministri bilan aloqa qurdi.
Ve şundakla bu işini yani iki tarafına yarıştırıp bu canını to'xtatadigan iş olsa biz arkanda turib birimiz deb. Ha. Yani nemi kerak bo'lsa buni qilish birimiz deb. Shuningga bu jangdan evvel ve jangdan keyingi jarayon bo'yicha Xitoy o'zini o'ttirg'a ko'rsatmagan taqdirdami arka planda İran tarafini qo'llaganligini ko'ryapmiz. Xo'sh, xo'sh. Hem de jangni to'xtatish hem Amerika tarafdan isteyen hem İran tarafdan isteyen bir ahval hem de rayon devletleri bunu isteyatdı ve nurgun devlet mi isteyatdı çünkü Xo'sh. yaratgan bu enerji krizi bilan birlikte nurgun ticaretlerinin to'xtab qolganligini veya acizleşip qolganligini hem devletler bunu his qilyapti. Shuningga jang to'xtashni xohlaydi ama bu jangni to'xtatishda Xitoyninki arka plandami bir muhim bir rol oynaganlığını, aşkışlık bir rol oynaganlığını hazırdan başlap bilivatımız ma bu Trump mı şunun Xitayning bu qilganligiga memnun bo'lganligini ifade qildi. Xo'sh, xo'sh. Xo'sh. Ko'p rahmat.